Endi $2000 pul bilan sizlar gazoblok ishlab chiqarish biznesini boshlasangiz bo'ladi. Hech qanaqangi alohida joy shart emas, o'zingizning xonadoningizda boshlang'ich yurgiza olsangiz bo'ladi. Bu ko'rib turganingizlar yangicha yondashuv, ya'ni bu gazobloklarda primoy o'zidan chiqarsangiz bo'ladi, ya'ni alohida retka orqali kesib yurish shart emas. Har bittasi alohida yasalgan, ya'ni qolipni o'zidan mana shu holatda tayyor bo'lib chiqadi. Bitta gazoblokdan o'rtacha 3000, 4000 foyda qilsanglar bo'ladi akalar. Bu ko'rib turgan komplektinglar $1,500, bir partiyasida 24 ta blok chiqadi, ikki partiyada 48 dona. Ya'ni komplektiga mana shu suv isitgich, bu yerda mishalkalari va mana shu qoliplar kiradi. Qanaqa qilib chiqadi deganlar uchun mana shu holatda bo'lgan bitta qolipdan 6 dona blok chiqar ekan. Qoliplarimiz rossiyskiy 3-lisdan qilingan, profillar ham qalin, bir toncha ham rastor oqmaydi, tagi rezinkalarcha qilib qo'yganmiz. Ochilib yopilishlar rezbali bo'ladi. Mana 3 tadan oshmosh qo'yib qo'yilgan. Kimga shunaqa sifatli g'ish yoki apparat kerak bo'lsa, ekran mobil telefon qurasida adresimiz Andijon Pati shahrida sifatli gazobloklar bor, apparatlari ham bor.